أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Qarindoshlar, biz bugun Allah subhanahu va taolaning fazli va muvaffaqati bilan bir oyatningki tafsir haqida to'xtalmoqchi. Bu oyatning tafsiri haqida to'xtalishdan burun her qandaq bir mümin er olsun, ayol olsun bugünkü kunda dünya xaritasi qaraydigan bolsa, dünyadaki insanların umum ahvali qaraydigan bolsa, musulmonlarninki zimini bulangan, musulmonlarning qonlari to'kilgan, musulmonlarning obro'ylari to'kilgan, musulmonlar har qandaq yerda xorlanayotgan, bichorligi bularninki umumiy ahvolidan ko'rinib turayotgan mushundaq bir ahvolni har qandaq aql egisi his qila oladi. Mana bu har qandaq iymon egisininki ko'ngilni bearam qiladi, ko'ngilni yerim qiladi. Demak, bundaq musibatni, xafalikni ko'rgan vaqtda nurg'un musulmonlarni, nurg'un yoshlarni bir xil umidsizlik bularni qorshaydi. Umidsizlik bularni mush din uchun harakat qilishdan hatto o'ltag'izib qo'ydi. Harakat qilmay o'zini tashib o'tib, bular ish bo'la. Men nima ish qila olaydim deydigan mushundaq salbiylikka elib berishi mumkin. Biz mush salbiylikni tugutish uchun, mushu umidsizlikni tugutish uchun Allah subhanahu va taolaninki mayli Qur'on orqali qilgan vahiysi bo'lsin, mayli sunnat orqali qilgan vahiysi bo'lsin, shu vahiyga qaytishimiz kerak. Chunki Qur'oni Karimda har qandaq umidsizlar uchun umidvorlikqa yetaklaydigan shifolar Qur'oni Karimda bor. Va Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamninki büyük hadislarda har qandaq yurgini g'am qayg'u besib ketganlarninki yurgini ochadigan yaxshilikqa va shundaqla musulmonlar uchun xizmat qilishga, o'zini qutqizishga harakat qilishga haydaydigan, yetaklaydigan nurg'un so'zlari, nurg'un bishoratlar bor. Demak, hammadan muhimi biz xuddi burunqi musulmonlar Payg'ambar alayhissalomga ergishib, o'zi shundaq ojiz bo'lsa-mu, o'zining soni shundaq oz bo'lsa-mu, Qur'onning vahiysi orqali o'zining iymonini kuchlantirgandek, Qur'onning vahiysiga bo'lgan ishonchisininki naqadar yuqorligi hadislar qaraydigan bo'lsak, ajoyib ko'rinib turdi. Masalan, muhim voqealardan biri islom tarixida Payg'ambar alayhissalomning Isro Mi'raj voqeasi. Men Quddusga berib, u yerdan osmonga chiqdim da'vatdir. Bu Quddus deganga biz Falastindagi hozirgi mush Baytul Muqaddasni demakchi, tugilar bilan, atlar bilan necha kunda bardigan yer tursa, bir oqshom bilan men shu yerga berib keldim da'vatdir. Sen mushunaga ishonamsan deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan so'rgan. So'rgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rost dedimi ash gapni? Ya'ni Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam men Quddusga bordim degan gapni rost dedimi degandan keyin ha rost dedi, ashundaq dedi desa, Abu Bakr Siddiq unda bo'lgan bo'lsa men uning ishonaman, rost so'zlabdi degan. Makka mushriklar hayron qolgan Abu Bakr Siddiqning bundaq tasdiqlashiga. Hayron qilib, bu nima gap? Bu Quddus deganga biz 15-20 kunda bir oyda aram bardigan yer tursa, qandaq bo'lib bir kechada men shu yerga bordim deb ishinasan degan vaqtda men buningdan zo'r ishqa, buningdan katta ishqa ishindigan tursam, buningga ishonmamdim. Ya'ni g'ayb. Quddus degan odatda shu mushriklarni bas ko'ra oladigan, ko'z bilan ko'rgin bo'lgan bir o'rin. G'ayb bo'lgan osmondan menga vahiy tushdi
deysa, muşuna işengen adam Kuddusdan ibaret yadi ba bir zımınga bir orunga badım deysa men işenmemtem deb cevap bergen. Demek biz g'ayibki bo'lgan ishoncimizni, iymonimizni texmi kuchlantirsak, texmi mustahkamlasak, shu vaqtda inshaalloh qalbimizdagi har qanday g'am qayg'u, har qanday musibat, mush dinga bo'lgan bizdagi har qanday yoki musulmonlarning bugungi ahvoliga bo'lgan har qanday umidsizlik umidvorlikqa yo'tkirdi. Umidvorlikqa almishidi. Lekin bu yerdagi muhim masala bu din chuqum qiyomat kunigacha qolib qoladi. Musulmonlar chuqum ustunlikka ega bo'ladi. Lekin muhim masala har bir mu'min, har bir musulmon o'zidan so'raydigan masala nima desa, men to'g'ri yo'lni tanlab maqdimmi yo'qmi? Men hozir o'zim nada ketyapman? deb bu savolni so'rash lozim. Ikkinchi bo'lib, men mush islohot yo'lida mengayotgan yaxshi kishilar bilan hamkorlashib birga mengayotmdiman yoki o'zim bilgan baygiga dasab, o'zim xohlagan yerda mengib ketyapmdiman. Ummatninki birlikda xizmat qilishiga hassa qo'shyapmdiman yoki o'zim bir shumba yo'lab ummatninki parchalanishiga, Uyg'ur musulmonlarning orasiga fitna solishga sabab bo'lib ketyapmdiman. Men zodi qandoq odam deb bu savolni har bir mu'min, har bir Uyg'ur musulmon o'zidan so'rash kerak. Mening hayotdagi, jamiyatdagi rolim nima? Men nada ketyapman? Islohotchilar bilan bir ketyapmdiman, yolg'iz ketyapmdiman, fitnaga sabab bo'layapmdiman yoki ummatni birlashtirishga, jug'lashga sabab bo'layapmdiman deb bu savolni so'rash kerak. Uchinchi bo'lib, men to'g'rini tunugandan keyin, haqiqatni tunugandan keyin mush yo'lda mustahkam mengayotmdiman yoki mening irodam suslab qoldimi? Mening irodam bo'shab qoldimi? deb bu savolni so'rash kerak. To'rtinchi bo'lib, menda hurulliq, beparvolik bormi yo'qmi? Hayotimni men qanday o'tkazyapman? Hayotimda hech shu bo'lmagandek beparvolik bilan, hurulliq bilan, hatto o'zimning qo'sig'ini jinnim baqamay, oilamning baqamay, shunday hurulliq bilan ketyapmdiman yoki bir tirishchanlik qilib, nima ishni qila olsam, shuni joyida qilib, ummatninki, millatninki hayot uchun, bularning kelgusi uchun, ularning o'zimning qo'ldan kelishicha as qo'shyapmdiman degan bu savollarni so'rash kerak. Biz har qanday vaqtda hammadan muhim bo'lgani har bir inson o'ziga o'zi mas'ul bo'la olsa, o'zining qilayotgan ishlariga o'zi mas'ul bo'la olsa, ummatning ishi chuqum yaxshilanadi. Agar har bir odam xafalikni o'zidan boshqaga atib qo'yib, musibatni o'zidan boshqaga atib qo'yib, xafalikqa bo'lgan sababni o'zidan boshqalarga atib qo'yib, xuddi o'zining hech qanday mas'uliyati yo'qdek yursa, bu chaqda bu amaliyotni, bugungi hayotni o'zgartirish mumkin emas. Bizda umuman musulmonlarning jiqlarida bir xil ayb bor. Cho'ng bir zo'r ayb bor. U bo'lsa-mu har qanday ishni dushmanga atib qo'yamiz. Har qanday ishni Xitoy manda qildiramiz. O dushman, zolim qiladi u. Shu kallimizda aniq bo'lsinki, dushman zolim askilikni qiladi. Yoki xristianlar manda qildi, yahudiylar manda qildi deb o'zimizdagi hamma xafalikni boshqalarga atib qo'yib, o'zimiz hech qanday gunoh o'tkazmagandek, o'zimiz hech qanday xatolik o'tkazmagandek o'zimizni chu aqlash o'rnimiz. Bu bizdagi eng zo'r kamchilik. İmam Şafii'ga nisbat berilgan bir she'r va deydi bu she'rda na'ibu zamanana wal aybu fina wa ma li zamanina aybun siwana wa nahju dha zamana bighayri dhanbin walau nataqa az-zamanu lana hajana inna adh-dhi'ba la ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan ayana dedi. Demek bu
ig'ir bir kamchilik. She'rning mazmuni nima desa, biz birimizni ayiblaymiz. Uningdan sirt biz bugungi yashayotgan vaziyatimizni, bugungi yashayotgan muhitimizni, zamonimizni ayiblaymiz deydi. Aslida ayıplashga tegishlik, tuzatishga tegishlik ayib shu o'zimizda. Bu zamanda bizdan boshqa ayib yo'q deydi. Ya'ni mush zamonda, mushunaq zamonda yashab qolganligimizga bu zamonning mas'uliyati yo'q bizning bunday bo'lib qolishimizga. Balki o'zimiz mas'ul. O'zimiz har bir shaxs o'zining hassi va o'zining mas'uliyati bor. Uningdan keyin deydi, odatda büyürünün güçünü himeydi deydi. Büyürünün güçünü himeydi. Biz çoğu deyse, birimizin güçünü qartıp durup yeymeyiz. Biz hayatımız qaraydigan bolsak, cemiyetimizde her qandaq bir sahada bolsun, o öz ara birimizini yeydigan degeni yani onu boğazlap güçünü himeydi. Lekin Aşının gayvetini qildigan, onun askilik qildigan, zulm qildigan, onun mal mulkini elib oldigan, onu ya başqalarga chaqdigan, din düşmanlariga o'zining mu'min qarindoshlarini chaqdigan, yani nurg'un ayib o'zimiz tepiladi. Shuning uchun biz hammadan muhimi o'zimizning ahvoliga obdan diqqat qilsak, çünkü her bir adam özünün işine özü mesul kıyamet günü. Ya ki mendin ya ki her kandak kardeşimizden Allah Subhanahu ve Teala sen palanı hakkında demiş kımanda kımmadan dep hesap almaydı kıyamet günü. Belki sen özün demiş kıldın dep hesap alıdı. Ve en leysa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de şunaq deydi. Her bir adam özü qilgan işinin özü hesap berdi. Qilgan işinin neticesini özü ko'rdi. Her bir adam Allah Subhanahu ve Taala'nın dergahida yalg'iz hesap berdi. Farda deb sifatlaydi Allah Subhanahu ve Taala. Yalg'iz. Hesapni shu her birimiz özümüzün qilgan işinin yalg'iz berimiz. Undaq bo'lgandan keyin her bir mümin özünün näde ketayotganligi, özünün qaysi yo'lda menayotganligi, özünün qilayotgan ishininki shariatga uyg'un, islomning manfaati, Uyg'ur musulmonlarining manfaatiga uyg'un menayotamdi yoki buning qarshi menayotamdi? Buni o'ylanish kerak. Bu haq bilan batil o'ttirisida kurash, tarixiy kurash. Bugungi yoki 100 yildan buyon paydo bo'lib qolgan ish emas. Biz ta mesela Adem Aleyhisselam'dan keyinki Nuh Aleyhisselam'ın hayatından başlap qaraydigan bolsak, peygamberler bilan bu peygamberlerin kavmi o'ttirisida kurash davomlashib kelgan. Shuning uchun bu davomlashgan kurash qaraydigan bolsak, ko'pincha holatda haq yo'lda manganlar, islohotchilar bularning sonining ozligi. Bularning sonining ozligi, haqda mustahkam turdiganlarning sonining ozligi. Lekin bularning Alloh bilan bo'lgan munosabatininki yaqinligi, Alloh bilan bo'lgan munosabatining katta ekanligidan Alloh bularning soni oz bo'lsa-mu, tayyorligi oz bo'lsa-mu, nurg'un urushlarda bularga g'alaba ato qilganligini his qilamiz, ko'ralaymiz. Dushmanlarninki, kafirlarninki, jinoyatchi zolimlarning sonining ko'p ekanligini his qilamiz. Şu Kur'an-ı Kerim'de nurg'iyada وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Peygamberlerin, ergeçkenlerin, iman keltürgenlerin az ikenligi, dünyadaki insanların ki köp kısmının bozuk ikenligi hakkında Kur'an-ı Kerim'den umumi mezmunu da, umumi peygamberlerin vakarigi de muş mezmunlar alahidi bayan kılınır. Şunun için bizning tariximizdagi İmam Ahl-i Sünnet deb atalgan İmam Ahmed'ninki bir so'zlik qaraydigan bo'lsak,
bu kishi hammamiz bilamiz zulm uchrab haqda mustahkam turganligidan turmaga kirgan. Turmaga kirib bu turmada har kundigida qamchi yeydi o'zining fikridan yenishqa. O'zining fikridan, to'g'ri sog'lom fikridan xato iddiyaga, xato fikriga yenishqa, yo'tkilishga har kuni qamchi yeydi. Mushu ahvolni ko'rgan shogirdlarning biri bu kishidan so'rgan. Nima deb so'rgan desa, ya imom, ala tara anna al-batila zahara ala al-haq deb so'rgan dedi. Sen batilninki, xatoninki, ya'ni xato yo'lda manganlarning, haq yo'lda manganlarning ustidan g'olib kelganligini ko'rmayapsan. Qarasak hozir sen asos katta olimlarning qadrini sal yolg'iz. Yolg'iz qolding. Nurg'un olimlar ba'zi dunyo manfaatini deb, ba'zi zolimning zulmidan qo'rqib, qamchidan qo'rqib, zolimning keyniga ergashdi. Hech bo'lmadi deganda zolimning diginiga ham aql deb berdi. Sallam qolding. Yolg'iz. Unda bo'lgandan keyin batilninki, xato, zolimlarninki haq ustidan mangallar ustidan g'alba qilganligini, ustunlikka egallaganligini ko'rmayapsan degan vaqtda bu kishi shundoq bir javob bergan. Har qanday bir mu'min bu javobni alohida o'ylanish kerak. Nima deb javob bergan desa, kalla. Kalla inna zuhural batili ala al-haq an tantaqila qulubuna min al-huda ila ad-dalalah wa inna qulubana ba'd lazimatun lil-haq deb javob bergan. Undaq ish yo'q. Ya'ni xato yo'lda manganlarning, batil yo'lda manganlarningki, haq yo'lda manganlarning ustidan g'olib kelgan ish yo'q. Balki bu haqning, batilning haqdan g'olib kelganligi deganlik nima deganlik desa, bizning qalbimizdagi hidoyatningki gumrohlikqa yo'tkilishi. Ya'ni qalbimizdagi hidoyatning o'rniga azg'unlikning to'lganligi mana bu batilning haq ustidan g'alba qilganligi. Lekin bizning qalbimiz taxg'ijilak haq bilan to'shqan. Haq bilan mustahkam deb javob bergan. O'zi yolg'iz turib, turmada turib, zolimning tayg'ini yeb turibchi, qalbi iymon bilan to'shqan. Qalbi iymonning nuri bilan nurlangan bo'lg'ashqa, bu badan yeyotgan tayoq yoki uchragan bu zulmchi, bu hech narsa emas. Bu zolimning g'alba qilganligi emas. Balki haq egisininkicho g'alba qilganligi deb javob bergan. Nima uchun? Desa, agar biz Payg'ambar alayhisolamning sahobalarininki başdagi Makka hayoti qarasak, Makkada nurg'un kishilar o'lib ketgan. Nurg'un sahobalar zolimlarning zulmi bilan, mushriklarninki azoblishi bilan o'lib ketgan. Ular hech qanday rohat farog'at ko'rmagan. Biz bu o'lib ketgan sahobalarni bular haq ustida turib mustahkam g'alba qilib o'lib ketdi deb qaramdik yoki ular dunyoda hech qanday huquqqa erishmagandan keyin, mol dunyoga erishmagandan keyin mag'lub bo'lib o'lib ketdi deb qaramdik. Albatta har qanday iymon egisi, aql egisi, iymon bilan qalbi to'shqan har qanday mu'min bu Makkada o'lib ketgan sahobalarni-chi eng yuqori darajada g'alba ustida o'lgan. Chunki bular iymonda mustahkam turib o'lgan, iymonni deb o'lgan. Shuning uchun bular Allohning dargohida eng yuqori natijaga erishganlar. Qur'oni Karimda mu ashunaq sifatlagan bularni. Yani va kullu va'adallohu al-husna. Allah subhanahu va taolo bularni sifatlab, shu Makkada shu qiyinchilikda mushriklarning zulmi ostida haq ustida turgan, haq ustida mol dunyolar bilan kurash qilgan, mol dunyolarini ishiltish orqali bular hijratdan keyingi Makka fathi bo'lgandan keyingi musulmon bular islomga hassa qo'shgan, islom uchun o'zining mol dunyosini ataganlardan bular ulug', bular katta degan Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun biz har qanday zulm asir bo'lsakmi bugünkidek
xalqimiz har qancha zulm ostida bo'lsa-mu, bular iymon islomda mustahkam turib, mush hayotni ketirgan, inshaalloh bular Allohning dargohida katta mukofotga, katta o'ringa erishadi. Shu bizning iymon egisininki haqiqiy o'lchimi nimadan iborat desa, oxirat o'lchimi. Ya'ni men mush hayotimda bugunkidek, mush bugun yashayotgan hayotimda mangsam, oxiratda Allohning roziligiga erishimdiman yoki Allohning roziligiga erishimdiman. Mening yo'lim zodi nada? deb mushning qarab mangsak, mush asosda o'zimizning hayotini shariat hukmlariga, shariatlik adab axloqlarga to'g'rilab mangsak, inshaalloh biz dunyodami cho'qim ustunlikka erishimiz. Tasodifiy dunyoda ustunlikka erishmay bu hayotdan ayrilsak, bu hayotdan o'lib ketsak, bu bizning mag'lub bo'lganligimiz emas. Balki biz g'albining bir darxini tikib qo'yib ketgan bo'lamiz. Keyingi avlodlar cho'qim g'alba qiladi. Mushunga bizda to'liq ishonch bo'lish kerak. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo oson qilsa, buningdan keyingi darslarda mushu bizni umidvor qilishga yetaklaydigan oyat hadislar haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni deganimizga amal qiladigan, bilgunimizga amal qiladigan haqiqiy yaramliq mu'minlardan qilsin. Shundaqla qalbimizdagi riyo bo'lsin, munofiqlik bo'lsin, birsimizga bo'lgan o'chmanlik bo'lsin, adovatlar bo'lsin, bularni iymon nuri orqali bularni tozalashni, qalbimizni paklashni Alloh subhanahu va taoladan so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo hammaylarni iymon ustida o'lib ketishga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastaghfiruka va natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.